agro yo'nalishdagi narsalar hammasi bor bularda. Mana uni qarang, ham gazga, ham propan hammasiga yuraverar ekan. Zavodskoy defekt emasligiga garantiyalar beriladi. Ularni yerlarni sug'orib berib, mo'magina daromad qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Kunlar isishi boshlashi bilan dehqonlarda suvga talab juda ham ko'p bo'ladi va shunday ehtiyojda talablarni qondirish uchun men sizlarga Qo'qon shahrida Yangi bozorda joylashgan G6 Gidrox do'koniga keldim va bu yerda xohlasangiz dizelni, xohlasangiz tokli variantdagi ushbu motorlarni ko'rsatmoqchiman. Suv nasoslarini, ya'niki motorli bu variantni siz ko'rib o'zingiz hayron bo'lasiz. Sababi suvda talashib o'tirmaysiz. Endi siz buni shuni solasizda bemalol yerlaringizda tonnalab suvlar chiqarib, bemalol sug'orishingiz mumkin bo'ladi. Ekiningiz mo'l bo'ladi va siz albatta Xudo xolasa boy bo'lasiz. Sizga esa ushbu suv nasoslari yordamga keladi. Hozir bu yerda turli tuman har xillaridan bor va eng qizig'i bularimizni Xudo xolasa garantiyalari bor. Sertifikatlari bilan siz bemalol ushbu nasoslarda qanaqa glubini kerakmi sizga, boshqasimi, barchasini narxlarini o'rganib chiqamiz va o'zlari haqida dastavkalari bor. Eng qizig'i, siz bemalol ishonch bilan olishingiz mumkin. Juda ham ko'plab vaqtlardan beri biz Gidrox do'koni bilan birgalikda ishlab kelyapmiz va sizlarga mana bunday variantdagilar har xil uchastkaga 1 sotik bo'ladimi, 2 sotik bo'ladimi, bemalol olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hozir videoning davomida oxirigacha ko'ring va ushbu videoni dehqon, fermer va chorvador akalarimizga albatta jo'natib qo'ying. Ishonmaysiz, mana shu narsamiz soatiga 450 tonna suv chiqaradi. Buni esa bizga tushuntirib berish uchun Abdurahim, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaysiz, charchamayapsizmi? Ha, yaxshi. Yog'ga issiqlarda hozir rasa sezon Xudo xolasa dehqon akalarimizga akalar bitta like bosib qo'ysizlar va biz obzorni boshlaymiz. Bo'lmasa, hop, suv nasoslarini asosan urug'ini nima uchun bunga beryapmiz? Chunki ko'p dalalarda, shiyponlarda tok borgan, lekin yaxshi emas. Yoki tok bormagan joylarda ham bemalol ishlash imkoniyati bor. Hozir buni komplektlarida motori qanaqa, suv chiqarish diametrlari ular haqida batafsil. Abdurahim o'zingiz bir qator tushuntirib bering. 20 ta salarka oladi. Hop. Shunday suv quyiladi, 3 litr yog' olishadi. Aha. 480 tonna, 450 tonna soatiga suv beraveradi. Soatiga beraveradi. 1,5 litr. Nagoskada. 1,5 litr. 1,5 litr. 1,5 litr dizelni yoqadi, ya'ni solarkani va shu orqali bemalol mana sug'orishingiz mumkin bo'ladi. O'shanda necha gektarga hisoblanadi? Yog'ni endi o'zingiz primerni chiqarib olsangiz bo'ladi. Xo'p, bunimiz mana shu holatda tayyor komplekt bo'ladi. Tayyor komplekt, klabi, hamma yog'i bo'ladi. 1 kiloga saning hamma yog'igacha. Hamma yog'igacha. Hamma yog'i bo'ladi. Aha. Xo'p, bunimizni hozir mana chiqarilayotgan ob'yomini aytib o'tyapmiz. Mana bu yerda turba og'izlari 100 dan tortib 250, 300 gacha bor. 300 gacha bor. Kimga qanaqa bo'lsa, shunday qilib beriladi. Endi unda turba kichkinaladigan bo'lsa, ob'yom ham kichkinaladi, to'g'rimi? Uzoq masofalarga bo'lsa, o'shalarda yaxshi. Ha, buni kichkin to'ylaridan bor, xohlovchilarga mana bu yerda. Hozir videoning davomida u haqida ham yengil gapirib o'tib ketamiz, lekin hozirgi kunda eng talabgor katta yeri borlarga eng kamida necha gektar bo'lish kerak? 3 gektar. 2 soatda 3 gektar deplayapti suv bilan. U videolarni 1,5 gektar 1 soatda shunday bemalol sug'orishingiz mumkin bo'ladi. Shomdan keyin bitta varanga turgizasizda, zakandagi borsa yoki ariqdagi, zovurdagi borsa sizniki bo'ladi. Xo'p, narxlari necha pul chiqadi? Narxlari $670. Komplekt mana shu holati, remen hamma yog'i bilan. Kimga qanaqa bo'lsa, o'shunday qilib beraveradi. Motor desa motor, pompa desa pompa. Hammasidan bor. Отдельно qilib ham sotaveramiz. Bemalol отдельно qilib ham sotish imkoniyati bor. Agar siz buni xohlasangiz, mana bu yerda pajarniyni haligi sizdaqa turbalar bor. Endi uni turbani bunday qilib olib yurmayman, men shuni olib boraman, sirazi foydalanaman, bo'ldi deydigan bo'lsangiz, mana yana buni biznes sifatida ham foydalansangiz bo'ladi. Buni olib turib, shunaqangi yeri bor insonlarga ular endi pul tikkani qo'rqishga turgan bo'lsa, siz olib turib, olib borib sug'orib berish xizmatini ham qilsangiz bo'ladi. Bu degani siz endi shu 1,5 litr soatiga solarkani dizelni yoqib turib, ularni yerlarni sug'orib berib, mo'magina daromad qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu albatta biznesida buni qadam bosib o'zingiz harakatini qiladigan bo'lsangiz, Xudo xolasa mana bunga garantiyalarimiz qanaqa? Xolasalar shu yerda ishlatib beramiz, xolasalar shu yerda bor bemalol, ko'ngil to'q ishlatamiz. Zavodskiy defektlarga garantiyalar bor. Zavodskiy defektiga garantiyamiz bor. Xo'p, Abdurahim, buni demak dastavkalarimiz qanday bo'ladi? Dastavka hamma 12 ta viloyatga bor, kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda qilib beriladi. Demak, dastavka bor, u yog'idan hech ham qayg'urmang va masofaga qarab turib, kimdir misol uchun Xorazm, kimdir Toshkent,
kimdir misol uchun bilmaymiz, Sirdaryo bo'lishi mumkin. Shuning uchun yo'lga, masofaga qarab, yo'nalishga qarab turib albatta kelishilgan holatda Atay mana shu yerda Qo'qonni ichida hamma joyga olib borib berish o'zimiz bo'yinda. Qo'qon shaharda ichida bemalol mana aloqaga chiqsalang bo'laveradi. Xudo xolasa. Xo'p, kelinglar, bu yog'iga endi glubina nasoslarimiz bor va ushbu glubina nasoslarimizda sizlarga bir qator aytib o'tib ketaylik. Bularda mana garansiyalarini zavodskoy defekt emasligiga garansiyalar beriladi. Ishlatib ko'rishadi va bemalol. Bular haqida bir ma'lumot bering o'zingiz. Podyomiga qarab, mana bu 150 metrga. Mana bu 33 metr, mana 56 metr, mana ular 55 har xil. Bu chuqurlikka tushib ketadi. Skvajnilarga. Birovoy nasos deyiladi. Birovoy anaqa orqali kovlangan joylarga, skvajni, ya'ni shirin suv chiqarmoqchi bo'lganlarga mana glubina nasoslarimizda 176 hammasidan bor. Hammasidan bor. Xo'p, bularning narxlarini sizga aloqaga chiqsa, siz aytib to'lig'icha qilib beraverasiz, ma'lumotlarni. Videolargacha va suv chiqargan. Xo'p, manularimizchi? Endi bularimiz 200 tali, 220 lar, 150, 200, 100, 76, 50 hammasidan bor. Mana ular 380. 380 lar. Mana ular ham 220 shu quduqlarga tashlanadi. Ariqqa tashlab yorib turib, suv olish imkoniyati-chi? Ular qaysilardan? Mana shular 100 liklar. Mana bulardan, ha? Ariqqa tashlab qo'yasiz, bemalol mana 60 tonna, 70 tonna soatiga beraveradi. Mashlarda 6 oy garantiyalarigacha bor. Garantiyalari bilan beramiz bularda. Bemalol garantiyalari bilan. Xo'p, o'zlarini ham brendlari, misol uchun, mana bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, Gidrox mana. Gidrox brendi va ushbu brendda mana o'zlari olib kelishadi. Suv nasos deysizmi, boshqami, misol uchun sezonida qaysi narsa misol uchun ommalashib turgan bo'lsa, barcha shu agro yo'nalishdagi narsalar hammasi bor bularda. O'sha karcherdan tortib suv nasos, bu yog'i bemalol mabodo qish oylarida dvijok sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, dvijokni ham qilib berishadi. Dvijokli variantlarimiz ham bor. Hozir ularni bir qator ko'rsatamiz. Mana nechilik bu? 350 talik. 13 metr podiyomga soatiga 1000 tonna tashlaydi. Soatiga 1000 tonna tashlaydi. Bunisi 33 metr podiyomga 450 tonna, 480 tonna tashlaydi. Bularda eng arzoni qanchadan boshlanadi va eng qimmat qanchaga? Eng arzoni 430 dollardan boshlanadi. 200 tali 7,5 kilovat bo'ladi. Ular keyin podiyom 13 metr, keyin 450, 480 har xil. Ketaveradi. Eng qimmat qancha? O'shami eng kattasi? Eng qimmati shu 1900 dollar, 350 tali. 350 taliga chiqyapti. Keyin mana ular bor mana. 1300 dollar, mana bu 1300 dollar, 46 metr podiyomga 22 kilovat. 46 metr podiyomga. 46 metr podiyomga. Ya'ni ki bunday bo'lib chiqib ketadigan bo'lsa ham, bemalol mana 46 metr podiyomga nechilik dedingiz turbalarni? 150 turbada. 150 turbada. 150 turbada xudo xolasa to'liq suvlarni tushirib beradi. Endi u yog'i sistemaga qarab turib bo'ladi, ya'niki o'sha olib chiqayotgan inson o'rtada bachoklarni qo'yish kerak, suviga, buni davleniyasiga, podiyomini, uklonini hisoblash kerak va albatta ustasiga qildirib turib, xudo xolasa qildiradigan bo'lsangiz, bemalol mana yog'i 1000 metrga ham, ya'ni 1 kilometrga ham tortib ketishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda ko'rib o'tadigan bo'lsak, endi uchastkam bor meni, kichkinagina yoki hovlim bor. Ozgina bunday haligi kelganda suvoraman degan akalarimizga ushbu variantlarimizdan biroz aytib o'tib ketaylik. Mana ular 76 mana ular. Mana ular 950 mingdan. 950 ming. Mana ular ham gaz, ham propan, metanga yuradi, narxi 1 million. Shunaqasi ham chiqib ketdimi? Mana uni qarang, ham gazga, ham metan, propan hammasiga yuraverar ekan. Soatiga 60 tonna tashlaydi. Benzindachi? Benzinda ham yuraveradimi? Benzinda ham yuraveradi. Benzinda ham yuraveradi. Bu o'zi hech qancha yemasa kerak. 100 liklarda ham xuddi shunaqa. Gaz, benzin, propan hammasida yuraveradi. Ustanovka qilinaveradi. Endi uni yoniga mana unga o'xshatib mashina chaqib olinar ekanda katta qilib, bir kishi ko'tarsa ham bo'laveradi. Keyin mana 150 talimiz bor, benzin, narxi 400 dollar. 150 ta chiqaradi benzin, buni ham propanga sunubga qilsangiz bo'laveradi. Bemalol sunubga qilish imkoniyatlari bor. Salarka bor. 500 metr, 600 metr uzoqlik deysa, 98 tonna soatiga. Uzoqroq joylarga. Uzoqroq joylarga. Xo'p, bularimiz necha puldan boshlanadi? Eng kichkinasi? Eng kichkinasi 50 lik bo'ladi, 900 ming so'mdan. 900 ming so'mdan boshlanadi. Eng kichkinasi 900 mingdan. Zo'rlan olaman desa 1 million 100 ming shunaqa atrofida oladi. 1 million 100 minggacha mana ularda. 76 larda, 100 liklarda 1 million 600 mingdan mana ular bor. Motori kichkina motor, bag'i 100 lik mana ular bor, 2 million 600 ming. Shunaqa. Bu yog'i sekin chiqib ketaveradi. Yo ham sifati, ham motori kuchayib boryapti, ham turbalarida
suvda ob'yomini aytilgan ob'yomlarda chiqarib beradi, u narxlari sekin oshib boraveradi. Va mana ularimiz ham bemalol bular, xudo xolasa 150. Motor 192 motor bo'ladi. Narxlari necha pul chiqadilar bularni? Bu $400. $400 chiqadi. 20 metr shilankasi bilan $400 qilib beramiz, 100lik. Shilankasi bilan. Bemalol mana olsangiz bo'ladi. Aytib o'tganimizda, haligi pojarnilarda shilankasi bo'lganida, ushbu shilankalarda xohlasangiz polietilenli, mana xohlasangiz boshqa variantli, ipli variantlari bor. Bularni kelib bemalol tanlashingiz yoki onlayn. Biz bu yerda video qilyapmiz. Ko'proq misol uchun vohadan mana mijozlarimiz chiqishadi, vodiydan bir chekkalardan chiqishadi, tog' oldilaridan, dalalari bor insonlar. Akalar kelib o'tirishingiz shart emas. Xudo xolasa, bu yerdagi nasoslarga uy uchun nasoslar kerak bo'lsa, uy uchun mana bunday nasoslarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bular sizlarga telefon orqali xudo xolasa chiroyli qilib tushuntirib, o'zlari ma'lumotlarni ham berishadi. Va kafolati borlari bor. Misol uchun 1 yillab kafolat beradiganlarimiz ham bor. 1 yillab kafolat beriladiganlari ham bor. U yog'i endi o'zidan kelib chiqib, yetib borganda bemalol ishlatib ko'rib olish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Aloqaga chiqarasiz, xudo xolasa suv nasoslari bo'yicha sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, xohlang ko'zim bilan ko'raman deb bu yerga keladigan bo'lsangiz, bemalol shuni Yangi bozorga keling va bu yerda G6 yo'lak Gidrox do'koni. Ushbu do'konga kelib bemalol ko'rib, narxlar bilan tanishishingiz mumkin bo'ladi. Xohlasangiz uyda o'tirib telefon orqali onlayn bemalol savdolarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Xudo xolasa aytilgan narxlar cho'tka qilib beriladi va boshqa biznes ideyalar kerak bo'lsa ham aloqaga chiqsang, xudo xolasa aytib o'tganimdek, agro yo'nalishda barcha kerakli narsalar bulardan topiladi.